G'aroyib doktor serialidagi fidoyi Nazli va Uzoq shahardagi matonatli qahramoni bilan tanilgan Sinem Unsal bugungi kunda turk kinosining eng yorqin yulduzlaridan biri sanaladi. Uning ijodiy yo'ldagi izchillik va yangi qirralari 2026-yilga kelib uni haqiqiy drama malikasi darajasiga ko'tardi deyish mumkin. Sinem Unsal 1993-yil 21-iyunda Izmirda dunyoga keldi. Uning kelib chiqishi juda ham qiziq. Onasi cherkes, otasi esa Ozarbayjon millatiga mansub bo'lib, Sinem oilada ikkinchi farzand edi. Maktab yillarida Sinem bilim olishga o'ta chanqoqligi va tirishqoqligi bilan ajralib turardi. U nafaqat darslarini a'lo baholarga o'zlashtirar, balki hamma bilan til topishib keta oladigan samimiy va ijodkor qiz edi. Universitetda qiyosiy adabiyot fakultetini tamomlagan Sinem keyinchalik ko'ngil amri bilan Istanbulga ko'chib o'tdi. Sinem bolaligidan sportga mehr qo'ydi. U ko'p yillar davomida voleybol bilan shug'ullandi. Bugungi kunda ham u o'zining ideal qomatini muntazam pilates va yoga mashg'ulotlari bilan saqlab keladi. Aktrisaning nafis ovozi bor. Bo'sh vaqtlarida qo'shiq kuylashni va musiqa asboblari chalishni mashq qilishni yaxshi ko'radi. Sinem ashaddiy hayvonsevar hisoblanadi. Uning uyida sevimli mushuklari bor va u tez-tez hayvonlarni himoya qilish kampaniyalarida qatnashib turadi. Sinem adabiyot fakultetini bitirgani bejiz emas. Sinem klassik adabiyotning ashaddiy muxlisi. U syomka jarayonlaridagi tanaffuslarda ham qo'lidan kitob tushmaydigan aktrisalardan sanaladi. Sinemning ekrandagi debyuti 2017-yilda Oq va qora muhabbat serialida Gulsum roli bilan boshlandi. Keyinchalik 2019-yilda ekranlarga chiqqan G'aroyib doktor uning tashrif qog'oziga aylandi. U gavdalantirgan doktor Nazli obrazi bolalikdagi ruhiy jarohatlar sabab muhabbat unga faqat azob keltiradi deb hisoblaydigan. Ammo Alining sof sevgisi bilan o'zgargan kuchli ayol obrazi edi. Uning eng mashhur loyihasi esa Uzoq shahar bo'ldi. Sinem Unsalning so'nggi yillardagi eng katta muvaffaqiyati va aktrisalik mahoratini yangi bosqichga olib chiqqan loyihasi shubhasiz Uzoq shahar serialidir. Bu dramatik asar Sinemni Nazli obrazidan butunlay farq qiladigan, hayot zarbalariga qarshi mardonavor kurashadigan va kuchli irodaga ega ayol sifatida namoyon qildi. 2026-yilga kelib bu serial global miqyosda eng ko'p ko'rilgan loyihalar qatoridan joy oldi. Aktrisaning ijodiy javoni yangi loyihalar bilan boyishda davom etmoqda. 2026-yilda u xalqaro platformalar uchun suratga olinayotgan maxsus detektiv serialda bosh rolga taklif qilindi. Sinem hamon ko'ngil ishlari haqida gapirishni yoqtirmaydi va shaxsiy hayotini sir tutishni afzal ko'radi. U bor e'tiborini kasbiy kamolotga va o'zining yangi yozilayotgan kitobiga qaratgan deyish mumkin. Ammo aktrisa Sinem Unsal va aktyor Berk Jankat o'rtasidagi samimiy va ta'sirli munosabatlar haqida balki eshitgandirsiz. Mashhurlarning ishqiy munosabatlari xuddi chaqmoqdek tez chaqnab, tez so'nib ketadigan bugungi zamonda ularning munosabatlari boshqalarnikidan ajralib turadi. Bu xotirjamlik, chuqur hurmat va chin bog'lanishga asoslangan muhabbat deyish mumkin. Ularning sevgi tarixi 2023-yilda juftlik ilk bor ta'tilda birga ko'ringanida boshlandi. Avvaliga bu xabar kichik shov-shuvga sabab bo'ldi. Har ikki aktyor ham omma oldida tanilgan, biroq shaxsiy hayotda o'ta vazmin odamlar edi. Mardin va Istanbul ko'chalaridagi tez-tez uchrab turadigan sayrlar, suratkash muxbirlar tomonidan olingan suratlar muxlislarning qiziqishini yanada kuchaytirdi. Shunga qaramay, Sinem va Berk tafsilotlarni oshkor qilishga hech ham shoshilishmadi. Ular munosabatlarining ilk oylarini begona ko'zlardan yiroqda jimlikda o'tkazishni afzal ko'rishdi. 2024-yilning fevral oyida esa Sinem Unsal birinchi marta o'z tuyg'ulari haqida ochiq gapirdi. Turkiyaning Hurriyet nashriga bergan intervyusida u shunday dedi: "Bu munosabatlar men uchun o'ta qadrli. Uning yonida o'zimni xotirjam his qilaman. Hurmat va haqiqiy qulaylikni sezaman. Hayotda bunday bo'lishi mumkinligini ilgari bilmagan ekanman." Bu so'zlar aktrisaning shunchaki iqrori emas, balki mustahkam
munosabatlarning ramzi deb jarangladi. 2025-yilning iyun oyida turk ommaviy axborot vositalari kutilmagan xabar bilan to'lib ketdi. Sinem Unsal va Berkjan Kat yashirincha turmush qurishdi degan. Haberturk nashri Berkning ijtimoiy tarmoqlardagi postiga suyangan holda quyidagicha ma'lumotni tarqatdi. Sinemning tug'ilgan kunida Berk shunday deb yozdi: "Tug'ilgan kuning bilan aziz rafiqam." Aynan rafiqam so'zi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Juftlik o'sha zahoti Bodrumga yo'l oldi va ko'pchilik buni asal oyi deb qabul qildi. Hatto ba'zilar Berkning barmog'ida nikoh uzugini ko'rishganini da'vo qilishdi, biroq buni tasdiqlovchi aniq foto dalillar chiqmadi. Sevishganlarning o'zlari esa hamon sukut saqlamoqdalar. Na rad etishadi, na tasdiqlashadi. Faqatgina sohildagi baxtli suratlar, qo'ltiqlashib yurishlar va mehr to'la nigohlargina ularning munosabatlaridan darak berib turibdi. Berk rafiqasining Olis shahar, uzoq shahar filmi suratga olinayotgan Mardinga borib, u yerdagi ijodiy jamoa bilan vaqt o'tkazdi va Sinemni qiyin ish kunlarda ham qo'llab-quvvatladi. Ular birgalikda kechki ovqatni tanovul qilishni, kitob mutolaa qilishni va shahar bo'ylab shunchaki sayr qilishni yoqtirishadi. Har ikkisi ham ichki olami boy bo'lgan san'atkor sanaladi. Ularni nafaqat sevgi, balki bir-birini so'zsiz tushunish bog'lab turadi deyish mumkin.